Oyi, adam telefon qilyaptilar. Alo. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Kechga boraman, mantiq qilib qo'ygan. Ha, xo'p bo'ladi. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Ma, obora qol. Ha. Kelin, Nabiyajon, nima qilyapsiz? o'g'lik manta etadilar, mantiq qilyotdim. Tez-tez xamirlaringizni qilib olingda, keyin narigi xonani changini ham bir artib chiqing. Bilasizku, changga allergiyam bor. Xo'p bo'ladi. Anaqa ertaga qarindosh qizlar o'tirishmoqchi edi, o'shanga "Sanni qo'l kelmaysan" deyishyapti. Pastga borib o'tirib kelsam bo'ladimi? Uydagi ishlarni kim qiladi? Sen o'tirishga borsang, uyda bir tala ish bor. Seni o'rningga oyim qilib yuradilarmi ishlarni? Chiqatga bormasdan uydagi ishlarni qilib, jim o'tirgan, tushundingmi? O'tirishga boramiz. Eshitmayapsanmi? Axlat mashina keldi. Olib chiq tashlan u musorlarni. Hozir qolib ketsa yana bir hafta sasib yotadi. Ada, siz kichkinaligingizda kim bo'lgisi kelardi? Manmi? Men yoshligimda uchuvchi ham bo'lgim kelgan, harbiy ham bo'lgim kelgan. Lekin taqdir taqozosi bilan mana tijoratchiman. O'zingchi qizim katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan? Men kim bo'lsam ham oyimga o'xshagan ayol bo'lmayman. Chunki bu uyda oyim qul, xizmatkor va o'zini erkinligi yo'q bo'lgan ayol. Ayolni oilada faqat xizmatkorlik bo'lsa, undan ko'ra katta bo'lsam turmushga chiqmaganim yaxshi. Men kim bo'lsam ham oyimga o'xshagan ayol bo'lmayman.